Koinot soatlari, quyosh va oy hayotingizni qanday boshqaradi? Haqiqiy vaqt mantig'i. Koinot soatlari uchun yo'riqnoma. Ko'pchilik osmonga qarab vaqtni qanday kuzatishimiz mumkin deb so'rashadi. Hammasi juda oddiy. Tasavvur qiling, osmon bu ulkan siferblat. Unda soat va minut millari bor. Agar siz ularni tushunishni o'rgansangiz, o'z taqdiringizda kechikishni to'xtatasiz. Texnik mantiq tomoniga o'tsak, quyosh bu soat mili. U sekin harakatlanadi. Quyosh bir burjga kiradi va u yerda 7 kundan 45 kungacha bo'lgan vaqt davomida har doim har xil holatda turadi. Oyning kayfiyati, ya'ni bizning hisoblagichimizdagi oy kayfiyati. Quyosh umumiy fonni belgilaydi. Agar u hamal, ya'ni qo'y burjida bo'lsa, oy faol o'tadi. Agar u sumbula burjida bo'lsa, demak bu oy ishga to'la bandlik oy bo'ladi. Bu bizning asosiy kuchimiz yo'naltirilgan nuqtadir. Osmondagi oyimiz esa bu minut mili. U juda tez yuradi. Bir oy ichida butun doirani aylanib chiqadi. Kun kayfiyati. Har 2 yoki 2,5 kunda oy burjini o'zgartiradi. Aynan u nima uchun bugun ertalab kuchga to'la bo'lib uyg'onganingizni, ertasi kuni esa kuchsizroq va tinchlikni xohlayotganligingizni belgilab beradi. Oy bu bizning hozirgi va shu yerdagi his-tuyg'ularimizdir. Shunday qilib, muvaffaqiyat siri minutlaringiz, ya'ni oy va soatlaringizga, ya'ni quyoshga zid kelmasligidadir. Har ikkala yoritgich bilan hamohang yashasangiz, to'siqlar o'z-o'zidan yo'qola boshlaydi. Haqiqiy vaqt mantig'iga obuna bo'ling va mening Astra platforma chingiza.com saytiga obuna bo'lishni unutmang. U yerda hamma narsa siz uchun hisoblab qo'yilgan. Ortiqcha ovora ham bo'lmaysiz. Va shuningdek, ikkala yoritgich ham oy, ham quyosh bilan hamohang, vaqt bilan ham nafas yashashingiz uchun to'liq ko'rsatmalarni olishingiz mumkin bo'ladi.